Barcha anime muxlislariga salom. Aniforum kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video Attack on Titan, ya'ni Titanlar hujumi animesidagi 9 ta asosiy titan haqida bo'ladi. Ular qanday kuchlarga ega, ularning boshqaruvchilari kim va syujetning qaysi joylarda muhim rol o'ynagan. Xullas, bugungi video anchagina qiziqarli va ma'lumotlarga boy bo'ladi. Birinchi navbatda asosiy titan. Bu dunyodagi birinchi titan va nomi ham shunga asoslanib qo'yilgan. Bu titan biroz uzunroq tarixga ega. 4-chi, aniqrog'i so'nggi mavsumda Zikning Arminga tushuntirishi bo'yicha Yovuz qirol Karl Fris buyrug'iga ko'ra o'ldirilishi buyurilgan yosh qiz Ymir askarlardan qochayotganda hayot daraxti nomli birinchi hayot hujayrasi joylashgan daraxtga yashiringan va bu yerda bu hujayra bilan birlashib titanga aylangan. Shunday qilib ilk titan paydo bo'lgan. Qirol uning bu kuchini ko'rib, undan o'z manfaatlari yo'lida foydalanish uchun u bilan turmush quradi. Va keyinchalik harbiy yurishlarda ham qizdan foydalanadi. Ular bu kuch orqali ko'p joylarni bosib oladi. Bu orada ular farzandli ham bo'lishadi. Ymir urushlardan juda ham charchagandi, ammo negadir u qirolni yaxshi ko'rardi va shuning uchun ham yig'ilish paytida qirolga qilingan hujumni o'zi qarshi oladi va o'z hayotiga yakun yasaydi. Ammo qirol endi asosiy qurolidan ayrilgandi va yana bir jirkanchishni amalga oshiradi. Ymirning tanasini bolalarga yediradi va ular ham endi titan kuchiga ega bo'lishdi. Qirolning vasiyatiga ko'ra, bu keyinchalik qirol oilasida muhim marosimga aylanadi. Eren bu titan kuchiga ega bo'lganida uning asosiy qobiliyatlarini ko'rdik. Bulardan asosiylari titanlarni boshqarish va eldiyaliklarning ongiga ta'sir o'tkazish. Bu titan boshqaruvchisi barcha eldiyaliklarning xotirasini o'zgartirishi yoki o'chirib tashlashi ham mumkin. Undan tashqari bu titan kuchini faqatgina qirol oilasidan bo'lganlar boshqara olishadi. Eren ham qirollar avlodidan bo'lgani uchun bu kuchni boshqara olgan. Ikkinchi titan bu Erenning hujumchi titani. Eren birinchi bor bu kuchni o'zida borligini o'zining ilk jiddiy topshirig'i paytida bilib olgan. Lekin keyinchalik bu kuchdan boshqa titanlarga qarshi chiqish uchun foydalanishgan. Bu titanning tana tuzilishi jang uchun juda qulay. Harakatlanish juda ham oson va Erenning jang mahorati orqali yengib bo'lmas titanga aylangan. Bu titan hatto kristal kuchidan ham foydalana oladi va tanasini bu orqali himoyalay olishi yoki qo'llarda kristal paydo qilib zarbalarni yana ham kuchliroq qilishi mumkin. Undan tashqari bu titanning boshqalardan ajralib turadigan tarafi bu titanning boshqa foydalanuvchilarining ham xotirasini eslay olishi. Shu sabab Eren otasining xotiralaridan ko'p narsalarni bilib olgan va o'z navbatida Erenning otasi ham kelajakdagi farzandining xotiralaridan hayratlangan. Bu titanning shu vaqtgacha ko'rsatilgan foydalanuvchilari Eren Kyuger, Grisha Yeager va Eren Yeager. Uchinchi titan ulkan titan. Bekorga bu titanning nomi hajmini ifodalamaydi. Bu titanning bo'yi 60 metr va bu 9 titanlar ichida eng kattasi. Albatta Erenning asosiy titan va hujumchi titanlarning birlashmasini hisobga olmaganda. Ulkan titanning qobiliyatlaridan biri tanasidan issiqlik chiqarishi. U bu orqali unga hujum qilayotgan odam bo'ladimi yoki titan yaxshigina zararlaydi. Buni devor ichidagi Eren va uning jamoasi bilan jangda ko'rdik. U o'zidan issiqlik chiqarganda Arminni kuydirib yubordi. Lekin bu qobiliyatining yomon tomonini ham ko'rdik. U o'zidan issiqlik chiqarayotgan paytida tana kichrayib boradi. Titanga aylanish paytida juda katta portlashni amalga oshiradi. Buni Armin Marlida titanga aylangan vaqtida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Bu titanning birinchi boshqaruvchisi asli elziyalik, lekin Marlida tug'ilgan Bertolt Hoover.
U Marli topshirig'iga ko'ra Paradisga hujum qiladi va bu yerda jang sifatida yorg'onlar ishlatib qolib ketadi. Aytgancha, u yolg'iz emasdi. U bilan Rayner Braun va Annie Lianhartlar ham birga edi. Birozdan so'ng ularga ham alohida to'xtalamiz. Keyinchalik uni siri oshkor bo'lganda u yerdan qochib ketadi. Devor ichidagi jangda yana Paradisda orttirgan do'stlari bilan uchrashadi. Ammo endi ular bir-birlariga raqib edilar. Uni Aaron va Armin birga bo'lib yengishadi. Armin biroz oldin aytganimizdek, uning tanasidan chiqqan issiqlik sabab tanasi yonib ketadi. Lekin uning tanasiga titan kuchi yuboriladi va Bertoltni titan holatida yeydi. Shundan so'ng u ulkan titanning kuchiga ega bo'ladi. To'rtinchi titan esa zirhli titan. Uning boshqaruvchisi Rayner Braun. U ham biroz oldin aytganimizdek Bertolt bilan birga edi. U Aaronga birinchi bo'lib o'z sirlarini aytadi, lekin Aaron ularga qo'shilishni xohlamaydi va ular o'rtasida katta jang boshlanadi. Bu jang zirhli titanning ko'p imkoniyatlarini ochib berdi. O'z nomiga mo'nan uning tanasi juda ham chidamli zirh bilan qoplangan. Shu sabab himoyadan muammo yo'q. Jang uslubi ham juda ajoyib. Aaron bilan birinchi jangda uni deyarli yengandi. U Aaron bilan juda ko'p marta jang qilgan va undan kuchsiz emasligini ko'rsatgan. Zirhli titanning qadimgi boshqaruvchilarini hisobga olinmasa, uning boshqaruvchisi faqatgina Rayner sifatida ko'rsatilgan. Beshinchi titan esa ayol titan. Uning boshqaruvchisi Annie Lianhart bo'lib, u ham Bertolt va Rayner bilan birga edi. Lekin ulardan ham birinchi bo'lib Annie'ni titan ekanligini aniqlashgan. U Aaron bilan jangda mag'lub bo'lgan va Aaron uni yeb qo'yishdan oldin inson tanasini kristal bilan qoplab olib chuqur uyquga ketadi va syujet so'ngiga kelib yer titroqi boshlangan paytda ozod bo'ladi. Uning qobiliyatlari esa Aaronning hujumchi titani bilan deyarli bir xil, lekin kristal kuchidan Aarondan ham mahorat bilan foydalanadi. Buni uning janglaridan bilishimiz mumkin. Syujet boshidan oxirigacha uning boshqaruvchisi yagona Annie Lianhart bo'lib qolgan. Oltinchi titan hayvon titan. Uning nomi ko'rinishi sabab shunday qo'yilgan, chunki u ko'rinishidan maymunga o'xshaydi. Uning boshqaruvchisi Zik Yeager, ya'ni Aaronning akasi bo'lib, qobiliyatlari titanlarni boshqarish va qo'llarni katapult o'rnida ham ishlata oladi. U bu orqali katta toshlar va bombalarni dushmanga otib jang qilgan. U devor ichidagi katta jangga juda ko'p titanlar bilan tayyorgarlik ko'rib kelgan, lekin ularni Levi o'ldirgan. Levi Zikni ham o'ldirishga oz qolgandi, lekin uni qutqarib qolishgan. Shundan so'ng devor jangchilari Zikni Marliga qilgan hujumida tutib keltirishgan. Ammo Zik ular ichadigan sharoblarga orqa miya suyuqligidan qo'shgan va qichqirig'i bilan ularni titanga aylantirgan. Ammo baribir uni Levi yengadi. Lekin tanasini portlatib yana qutulib qoladi. Keyin esa Aaronning titan usturi oxir-oqibat Levining qo'lidan o'lim topadi. Yettinchi titan jag'li titan. Bu titanning sujetda ko'rsatilgan birinchi foydalanuvchisi Porco Galliard bo'lib, uning kuchlari nomiga monand jag'ining qattiqligi. Bu jag' va tirnoqlar bilan u har qanday narsani sindirib g'ajib tashlay oladi. U hatto bu jag'lar orqali titan kristalni ham sindira olgan. Bundan tashqari uning tanasi juda tez harakatlanadi. Bu kuch birinchi marta Galliardda edi, lekin Paradisdagi jangda Zikning qichqirig'i sabab titanga aylangan Falco Gris Galliardni yeb yuborgan. Va u ham jag'li titanning kuchiga ega bo'ldi.
Eren bilan jangda uning jag'i o'zgargani va qanot ham paydo bo'lganini ko'rdik. Bu qanotlar jangda anchagina qo'l kelgandi. Разве можно сделать лучше? 8-titan, tashuvchi titan. Uning ham foydalanuvchisi sujetning boshidan oxirigacha faqat bitta bo'lgan, Big Finger. Bu titanning boshqa titanlardan farqi, u boshqa titanlarga qaraganda titan holatida ko'proq qola oladi. Marlida u hatto janglardan so'ng ham oylar davomida shu holatda qolganini ko'rishimiz mumkin. Big hatto odam tanasiga qaytganda turishni esdan chiqarib qo'ygandi va oyoqlariga moslashishi qiyin bo'lgan. Lekin bu titan jang uchun moslashmagan. U ko'pincha Marlida jang vaqtida qurol-yaroqlar yoki jarohatlanganlarni tashib yurardi. Aytgancha, Zigni ham Levidan qutqargan aynan shu titan bo'ladi. Uning tezligi sabab jang payti dushman yaxshigina chaqlib qoladi. Va so'nggi 9-titan, urush bolg'asi titani. Bu titan foydalanuvchisi Lara Tuber. Shu yerda qiziq fakt. Tuber oilasi Marlining eng nufuzli va boy oilalaridan. Negaki qadimda bu oila Ymirning kuchlarini bo'lib tashlashda yaxshigina yordam berishgan. Bu titan kuchlari kristal orqali xohlagancha qurollar yarata olishi, masalan, bolg'a yoki nayzalar. Bundan tashqari bu titanning boshqalaridan farqi uning foydalanuvchisi titan bo'ynida o'tirishi shart emas. Foydalanuvchi titanni masofadan boshqaradi. Eren u bilan jangda buni sezib qolganda Porkoning jag'li titani bilan Laraning tanasini o'rab turgan kristalni sindirib tashlab uni qonidan ichgan. Shundan so'ng bu kuch Erenga o'tgan. Shu bilan Eren eng kuchli titanga aylangan. Bu 9 asosiy titan Eldianlar tarixida va hikoyaning rivojida katta ahamiyatga ega. Har biri o'ziga xos qobiliyat va xususiyatlarga ega bo'lib, hikoyadagi janglar va voqealar rivojida muhim rol o'ynaydi. Eren Yeager oxir-oqibat bir nechta titan kuchlarga ega bo'lib, hikoyaning markaziy qahramoniga aylanadi. Videoni shu joyda yakunlaymiz. Siz esa kommentlarda keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Like bosishni unutmang. Hammaga rahmat, hammaga xayr.